Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz davomida Word dasturida sahifalarni raqamlash, ya'ni sahifalarni avtomat raqamlash masalasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun stavka bo'limidan verni kalentotul, ya'ni yuqoridan qo'yiladigan kalentoturlar haqida gap ketyapman bu yerda. Yuqoridan ixtiyoriy kalentotul qo'ysangiz, o'sha verni kalentotullar avtomat qo'yiladi. Xo'p, ikkinchisi nijniy kalentotul, uning pastki qismidan qo'yiladigan kalentotullar. Mana oxirida mana qo'ydik mana. Avtomat ravishda kalentotul qo'yildi va bu varag'imizni alohida sahifalashimiz mumkin. Salom deb yozdik, mana birinchi betimiz bilan qo'yildi. Mana birinchi betga avtomat raqamlash qo'yildi. Ikkinchi sahifamiz ham alohida sahifalanganini ko'rib turibsiz. Bundan tashqari o'sha vstavka bo'limidan o'sha nijniy kalentotulda aynan naзвание dokumenti, ya'ni o'sha hujjatning nomlanishini avtomat ravishda qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bu qanaqa nomlanadi? Word dasturida ishlash masalan. Buni qo'ydik mana va buni avtomatik ravishda mana birinchi varaqda ham Word dasturida ishlash, ikkinchi varaqda ham Word dasturida ishlash deb avtomatik qo'ysangiz bo'ladi buni. Bu bo'lim aynan kalentotullar qo'yish masalasi, mana yuqoridan qo'yish, mana raqamlanishi mana. Uning pastki qismidan qo'yish, uni o'ng tarafdan, markazdan va chap tarafdan qo'yish imkoniyatlaringiz bor, ya'ni raqamlashni. Mana bir marta turtki berishingiz bilan avtomat ravishda nijniy kalentotul, ya'ni uning tag qismidan kalentotullarning qo'yilganligini ko'rib turibsiz. Mana bir raqam bilan qo'yildi va avtomat ikkinchi raqami ham qo'yilgan. Xo'p, endi bunda mana undan tashqari mana tekushi положение qanday joylashgan, o'sha положенияsi uning oldi qismidan, yuqori qismidan mana bu joylashishini ham alohida formatlash imkoniyatimiz bor. Mana bir stranica.1 masalan, stranica 1 deb alohida bu birinchi varadan birinchisi degan mavzudagi ma'nodagi o'zgartirish imkoniyatlarimiz bor. Format nomeri stranica mana o'sha raqamlashni qanday tartibda formatlash mana. Mana ABC mi, 1 2 3 mi yoki deylik qaysidan boshlasin? E'tibor bering mana shu joyiga. O'sha varaqni qaysi o'sha sahifani nechidan boshlash kerak? Masalan, 6-chi yo 5-chi sahifadan boshlashni mana. Okay, bossangiz sizning raqamlanishingiz birinchi varaqingizda 5 raqamidan boshlanadi. Buni yana qaytaramiz, buni bosamiz mana. Format nomer stranica kirasiz va o'sha joyiga deylik 5 yoki 4 yoki 0 bu yozib qo'yganingizda avtomat ravishda mana qo'yib ketadi mana. Buni qaytardik hozirga. Udalet nomer stranica o'sha raqamlashni o'chirish degan ma'noni bildiradi. Mana bu joyda raqamlashni qaysi tomonda joylashtirish mana ko'rishingiz mumkinki, buni amaliy tarzda har biringiz Office dasturlarida ko'rib chiqishingiz mumkin. Keling mana shu joyga o'ng tarafdan joylashtiraylik. Mana bitta bosganingizda o'ng tarafdan, chap tarafdan mana joylashdi mana. O'ng tarafga joylashtirib ko'ramiz buni. Qo'yib ko'rdik. Endi esa o'ng tarafdan joylashtirishni ko'ramiz mana. Mana. O'ng tarafdan joylashtirib. Bitta bosganingizda avtomat ravishda o'ng tarafidan raqamlash qo'yildi. Shu bilan bu darsimizda yuqori va pastki tomondan qo'yiladigan kalentotullar haqida mavzumiz shu edi. Rahmat.